Hurmatli ustoz, fizikani odatda necha yil ichida mukammal o'rganish mumkin? Agar matematik bilimlar yetarli bo'ladigan bo'lsa, 1 yil yoki 1,5 yil yetarli bo'ladi. Sertifikat olishni istagan o'quvchi taxminan qancha vaqt ichida bunga erishishi mumkin? Agar fizika fanini bir marta tugatgan o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, sertifikatda tushgan savollarni ko'rib, 2 yoki 3 oy davomida tayyorlansa bo'ladi. Fizikani samarali o'rganish uchun haftasiga necha kun dars qilish ma'qul? Iloji boricha har kuni. Kunda qancha vaqtni darslarga ajratsam, yaxshi natijalarga erishishim mumkin? Kamida 3 yoki 4 soat. Sizning hozirgacha nechta shogirdingiz talabalikka erishgan? Mening hozirga qadar 100 ga yaqin shogirdlarim talabalik baxtiga muyassar bo'lishgan. Shogirdlaringizdan nechta o'quvchi milliy sertifikat olgan? Hozirga qadar mening 20 dan ortiq shogirdim milliy sertifikat sohibi bo'ldi. Fizikani qaysi ta'lim markazida o'qish samaraliroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Fizika fanini Chortoq tumanidagi Delta o'quv markazida biz bilan birga o'rganing.